Assalamualaikum Şərqi Türkistanlıq əziz qarindoshlar. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının haftalık xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Mən bugünkü proqram riyasətçisi Şəkrizad Xeyrat olaman. Tövəndə 8 dekabrdan bu yan dünyada yüz bergen Uyğurlarga münasibətli bəzi mühim uçurlarını sizlərə qısqaça xatırlatıb ötməkçiman. Diqqət bilan anlayasızlar. Dolqun İsa Əfəndim başçılığındakı Dünya Uyğur Qurultayı heyəti 12 ayın 9 günügəcə Avstraliyanın Canberra, Sydney, Adelaide və Melbourne şəhərlərə elib barğan bir həftəlik ziyarətini 9 dekabr günü Melbourne parlamentinin aldında ötküzülgən namayiş bilan ağırlaşdı. Namayişqa Avstraliyada yaşayotgan Uyğur cəmiyyəti, Vyetnamlıqlar və parlament əzaları olub köp sonli kişilər qatnaşdı. Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa Əfəndim başçılığındakı heyətlər Avstraliyada elib barğan bir həftəlik ziyarəti cərəyanında Şərqi Türkistan və Uyğur vəziyyəti haqqında köp qitim doklad bergəndən sırt Avstraliyadakı parlament əzaları, mütəxəssislər, Şərqi Türkistan ammavi təşkilatlarının məsulları bilan uçraşdı. Onundan sırt yana Avstraliyadakı Türk ammavi təşkilatları bilan uçuşub söhbət elib bardı. Tor dünyasida üstün o'rinni egallab kelgan Google şirkati 2010 yildan boshlab Xitoy hukumatining buyrug'i bo'yicha Xitoyda ma'ni qilingan hamda butunlay to'silgan. Yaqinda Google şirkatining qaytadan Xitoy hukumati bilan suhbatga o'tirib, Xitoy hukumatining tor talbiga moslashgan yangi izlash sistemasini yasayotganligi, bu yangi sistemaga maxsus suzgich o'rnatganligi, bu orqali Xitoy hukumatiga yoqmaydigan barliq mazmunlarni suzish orqali tor dunyosidagi hukumatga bo'lgan qarshilikni oldindan olmoqchi bo'layotganligi, har qaysi axborot vositalarida ko'plab munozaraga sabab bo'layotganligi ma'lum. Ana shu munozaralarning biri sifatida Google şirkatining Xitoy hukumati uchun maxsus tor suzgichi o'rnatilgan izlash sistemasini yasab bermoqchi bo'layotganligi haqida guvohlik berish yig'ini 11 dekabr kuni Amerika Davlat Majlisida ochildi. Guvohlik berish yig'inining guvohchisi Cumhuriyetçiler Partiyasi Adliya Komitetining raisi Kevin McCarthy so'z elib, Google şirkatining chet el mamlakatlar bilan bo'lgan munosabatda har qachon Amerikaning qimmat qarashi, fikr erkinligi va inson haqlari bo'yicha ish ko'rib kelayotganligini, amlikda bo'lsa bu shirkatning Xitoy Kompartiyasi uchun suzgich o'rnatilgan izlash sistemasi yasayotganligini, bu jihatda ularning Xitoydagi eng chong tor sistemasi bo'lgan Tunshun guruhi bilan hamkorlashayotganligini, amlikda bo'lsa Google şirkatining Xitoy hukumati ijro qilayotgan sistemalik nazorat, bostirish va ta'qib qilishlarga hamdamdan bo'lmoqchi bo'layotganligini, ammo bu shu vaqtning o'zida Xitoydagi hokimiyat davlat apparatining soni allaqachon 1 millionni eshib ketgan Uyg'urlarni atalmish qayta tarbiyalash markazi nomidagi lagerlarga qamayotganligini o'tirib qo'ydi. Bu qitimli guvohlik berish yig'ini ochilish oldida bir qism Uyg'urlar yig'in zali oldida Google şirkatining Uchar Ajdaho nomli suzgichlik izlash sistemasiga qarshi mazmundagi plakatlarni ko'tarib paydo bo'lgan edi. Amerikadagi aktiv Uyg'ur faoliyatchilaridan Roshan Abbas yig'in zali sirtida va ichida ko'tarilgan norozilik mazmundagi taxtay Sandar Pichai guvohlik zaliga kirayotganda unaga yuzlandi. Shuning bilan birga ko'plagan axborot vositalarining diqqatiga sazovor bo'ldi. Guvohlik yig'inida qatnashgan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshod Hasan Afandim mazkur voqeaning dunyo uchun buncha zo'r diqqat qo'zg'ashining Xitoy hukumati tuvanda ijro qilayotgan insoniyatga qarshi qilmishlar bilan zich munosabat ekanligini bildirdi. 9 dekabrda Almaty shahrining Do'stlik mahallasiga o'rinlashgan Abdulla Ro'zbaqiyev nomidagi 153 maktab gimnaziyasida Mong'oliya bilim, madaniyat, ilm va tantarbiya ministrligining vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unaga Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari, Mong'oliya bilim ministrligi hamda Mong'oliyaning asosan qozoqlar o'tiraqlashgan Bayon Ulga aymiqining bilim boshqarmasi xizmatchilari, Uyg'ur ziyolilari, maktab ma'muriyati, yerlik hokimchiligi va ota-onalar komiteti vakillari qatnashdi. 10 dekabrdagi Dunyo kishilik huquqi kuni munosabati bilan Kanada poytaxti Ottavadagi parlament binosi Kanadadagi bir erkin dunyo tashkilotining o'rinlashtirishi bilan birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazilgan. Yig'inda Kanadadagi Xitoy Demokratlar tashkiloti, Erkin Tibet tashkiloti, Falun Gong murodlarining haqqini qo'g'dash tashkiloti va Kanada Sharqiy Turkiston jamiyati qatorliqlar birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoydagi inson haqlari dafsanchiligini qattiq tanqidlagan.
Rafaning xabar qilishicha, axborot e'lon qilish yig'iniga qatnashgan Kanada Sharqiy Turkiston jamiyatining raisi Tuyg'un Abduvali apandining bildirishicha, Kanada poytaxti Ottavadagi parlament binosida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Uyg'urlarning turkumlab jazo lagerlariga qamlashidek real vaziyat Xitoy hukumatining kishilik huquq dafsanchiligini tanqidlashiga muhim nutqlarning biriga aylangan. Yig'inda Kanada Sharqiy Turkiston jamiyati Kanada hukumatiga tuvandagi talablarni o'tirib qo'ygan. Birinchi, Kanada hukumati Xitoydagi kishilik huquq dafsanchiligini o'tirib qo'yganda Xitoy doiralari tomonidan atalmish tarbiyalash markazlari deb atalgan natsistlar uslubidagi jazo lagerlariga qamalgan 2 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq qatorliq turkiy xalqlar masalasini muhim nuqtaga qilish. Ikkinchi, Kanada hukumatining Xitoy hukumatidan jazo lagerlariga qamalgan 2 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq qatorliq begunoh xalqlarni darhol qo'yib berishni talab qilish. Üçüncü, Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlariga chetishlik bo'lgan Xitoy amaldorlariga qarata Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolashni yo'lga qo'yish. To'rtinchi, Kanada hukumatidan Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilinib, hozirgacha qo'yib berilmagan Kanada fuqarosi Hüseyin Jalilni Kanadaga qaytarib kelib, oilasi bilan jam bo'lishni talab qilish. 10 dekabr Dünya İnsan Haqlari kuni munosabati bilan dunyoning har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Sharqiy Turkiston tashkilotlari namoyish qilish, axborot e'lon qilish, muhokama yig'inlari o'tkazish qatorliq ko'p xil shakllardan foydalanib, o'zlarining mustabid kommunist Xitoyga bo'lgan noroziligi va nafratini ifoda qilishdi. Norozilik faoliyatlarining asosli temasi mustabid kommunist Xitoy hokimiyati tomonidan Sharqiy Turkistonda ta'sis qilingan jazo lagerlari masalasi bo'ldi. Va namoyishchilar dunyo jamoatini Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga sukut qilib turmaslikka va insoniy qiymatlarini hammadan a'lo bilib, Uyg'urlarga yurgizayotgan inson qalbidan chiqqan yovuzlarcha jinoiy qilmishlarni to'xtatish uchun Xitoy hokimiyatiga jiddiy besim shakllantirishga chaqirdi. Kanadadan tortib Amerikagacha, Yaponiyadan Turkiyagacha va shundaqla har qaysi Yevropa ellarida turli shaklda norozilik faoliyatlari olib berildi. 10 dekabr Cumhuriyet Taftish Mahkamasi Turkiya Strategiyalik Tushunchalar Institutining mutaxassisi, Dünya Uyg'ur qurultayining muavin raisi Dr. Erkin Akram ustidan sunilgan bir parcha arz shikoyat topshirib olgan. Mazkur shikoyatnomada Erkin Akram Turkiyadagi Uyg'ur sanoatchilar va tijoratchilar jamiyati nomli tashkilotning boshlig'i Sabir Bug'doga haqorat qilish va uni terrorchilarga nishon qilib ko'rsatish bilan ayblangan. İlginççe İstanbul'daki taftish mahkamasi bu arzni qabul qilgan va Sabir Bug'doning arz shikoyatiga asosan Erkin Akram ustidan delo turg'izgan. Ma'lum bo'lishicha, arz shikoyatda Turkiyadagi 7 dan 8 ta kishining ismi bor ekan. Növbətdə sud məhkəməsinin Erkin Akramga münasibətlik mazkur deloni kelar yili 3-oyda ko'rib chiqishini qaror qilganligi ma'lum. Erkin Akram o'tgan hafta Anqaradagi bir yerlik sud məhkəməsinin bu vaqtdagi uqtirishni topshirib olgan. Erkin Akramning bildirishicha, u advokatlarning masalani o'zaro murassallashtirib, hal qilish taklifini rad qilgan. U o'zining hech qanday xatolik sodir qilmaganligini ilgari surdi. İstiqlal televiziyasidagi mazkur suhbat buningdan taxminan 2 yil avval elib berilgan. Biz mazkur suhbat programmani to'rdan izlagan bo'lsakmi, lekin topilmadi. Sabir Bug'doning 2 yilda sukut qilib, nima uchun endi Erkin Akramni sudga arz qilganligi ma'lum emas. Lekin Dr. Erkin Akramning bildirishicha, bu arzning Turkiya-Xitoy adliya munosabati tezliklanayotgan bir mazgilda sunilishi uning diqqatini qo'zg'amoqda ekan. U Turkiya taftish organining dalilsiz va mantiqsiz bir azar qabul qilib, rasmiy delo turg'izishning uni hayron qoldirganligini bildirdi. Amerika Davlat Majlisi 1998-yili e'lon qilgan Xalqaro diniy erkinlik qonuniga asosan Xitoyni o'z ichiga olgan 10 davlatni diniy erkinlik masalasida alohida diqqat qilingan davlat tizimiga kirgizgan. Amerika ovozining 12 dekabr kunidagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bu haqda e'lon qilgan bayonotida yuqorida tilga ilib o'tgan 10 davlatning sistemalik, uzoq mazgillik va intayin qabiy bo'lgan diniy erkinlik dafsanchiligi bilan shug'ullanayotganligini nutqliq ta'kidlagan. Xabarda yana Amerika Davlat ishlari ministrligining xalqaro diniy erkinlikka mas'ul alohida elchisi Sam Brownbackning Xitoyning diniy erkinlik dafsanchiligi haqida qilgan so'zimi naql elingan.
U bayon qilib, "Meni hozir Xitoydan eng ansiraydiganim ularning diniy to'plarga ziyonkashlik qilmishi bag'asir kuchayotdi." Dokladlarda deyilgandek, 800 mingdan 2 milliongacha bo'lgan tutqunlar ichida Uyg'urlardan boshqa yana qozoq va boshqa osonlik millatlar bor. Ularning ko'pinchisi musulmon xalq. Xitoy diniy ziyonkashlikni to'xtatish u yoqda tursin, texmo kengaytiryotdi. Mana bu Amerika hukumati eng ansiraydigan bir nuqta degan. Dünya Uyghur Qurultayı Muhacirlar Komitetining müdiri Mehmet To'xta apandim 10 dekabr kuni taklif binoan Dünya inson haqlari umumiy bayonotini e'lon qilgan 70 yillik munosabati bilan Kanada tashqi ishlar ministriga o'tkazilgan xotirlash faoliyatiga qatnashdi va faoliyat jarayonida Kanada tashqi ishlar ministri Chrystia Freeland xonim bilan qisqacha suhbatlashish imkoniyatiga ega bo'ldi. Trump hukumat xodimlari 11 dekabr bayonot e'lon qilib, Xitoy va Rossiya qatorliq davlatlarning davlat ishida yurgizayotgan sistemalik diniy erkinlik dafsanchiligini qattiq ayblagan. Xabarlar to'rining bu vaqtdagi xabariga qaraganda, Amerika Davlat ishlari ministrligining xalqaro diniy erkinlikka mas'ul alayda elchisi Sam Brownback yuqorqi davlatlarning dafsanchilik qilmishini alayda qilib, sistemalik izchil davom qilayotgan va xato bo'lgan diniy erkinlik dafsanchiligi deb izohat bergan. Arqadalla Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo e'lon qilgan o'z xalqining dinga e'tiqod qilish huquqiga daxl ta'sir qilayotgan bir qism davlatlarni ayblagan bayonotimi alayda tilga ilinib o'tgan. Xabarda yana kishilik huquq ko'rsatish tashkiloti bu yil 9-oyda e'lon qilgan Xitoyning Sharqiy Turkistonda ilib berayotgan zo'r ko'lamdagi tutqun harakati va shu yerdagi xalqning uchrayotgan zulmi haqida 117 ballik dokladimi alayda o'rin tutgan. Dokladda butun Sharqiy Turkistondagi 13 million turkiy tilli musulmonlarning menga yuyishga duchor bo'layotganligi, kishilar aro normal aloqa va diniy faoliyatlarning umumyuzlik cheklimiga uchrayotganligi, shundaqla xalqaro qonunga xilof bo'lgan zo'r ko'lamli ta'qib sistemasining rayonda umumlashishi qatorliqlar nuqtaliq yo'lda berilgan. Undan boshqa yana 10 dekabr kuni Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komiteti Sharqiy Turkistondagi milliondan ortiq Uyg'urning Xitoyning atalmish qayta tarbiyalab o'zgartish lagerlariga qamalganligi masalasida haqida jiddiy bir chaqiriq e'lon qilgan. Chaqiriqda normal diniy erkinlik faoliyatining Xitoy hukumati uchun bir jinoyat ekanligi eskartilgan. Dünya Uyghur Qurultayı Muhacirlar Komitetining müdiri Mehmet To'xta, qurultayning xizmatchi xodimi Peter Irvin va Kanada Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi Qayyum Masimovlardan tarkib topgan bir hay'at 10-11 dekabr kunlari Ottawada bir yurish faoliyatlarida bo'ldi va bu jarayonda Kanada Ko'chmanlar ministrligi, Kanada Tashqi ishlar ministrligi va Kanada parlamentidagi yuqori darajali amaldorlar bilan Sharqiy Turkistonlik ko'chmanlar masalasi haqida maxsus uchrashuv va suhbatlar olib bordi. Shundaqla ularga Uyg'ur ko'chmanlar duch kelayotgan xavflar, tahdidlar va jiddiy qiyinchiliklar haqida atrofli ma'lumot berib, Kanada hukumatidan Sharqiy Turkistonlik ko'chmanlarga alohida ko'ngil bo'lishni iltimos qildi. 10 dekabr Dünya Kishilik Huquq Kitobnomasi e'lon qilinganligining 70 yili xotirasida Amerika Davlat Majlisining Rayburn binosida Puhralar kuchi tashkiloti o'zlarining 13-navbatlik millatlar va e'tiqodlar aro yosh rahbarlarni tarbiyalash yig'inini ochdi. Bu yilgi yig'inga Xi Jinping fashizmni cheklab, Xitoydagi demokratik o'zgartishni olg'a siljish tayli yangi vaziyat va yangi strategiyada mavzu qo'yilgan edi. Bu qitimqi yig'inga Xitoylardan boshqa yana Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq millatlarning vakillari taklif qilingan edi. Yig'inda so'z qilgan Uyg'ur kishilik huquq qurultayyi tashkiloti tashqi ishlar direktori Lewisa Grevi nutq qilib, Uyg'urlar dövlətdə duch kelayotgan siyosiy, iqtisod, madaniyat va diniy bostirishlar haqida so'z qildi. Bo'libmi tashqi dunyoga Sharqiy Turkistonda bo'layotgan Uyg'urlarning ona vatani navbatda balay ofat rusi bo'layotganligi, bu joydagi zulmni ko'lam daraja va irqiylik nutqlaridan umumlashtirib, insoniyatga qarshi hayvonlarcha jinoyat deb tasvirlashga bo'lganligini bayonot qildi. Puhralar kuchi tashkiloti bu yilgi yig'ini uchun 3 dona mukofot ta'sis qilingan edi. Uning ikkisi kishilik huquq sohasida yillardan buyon ko'rinarli emgaklarni qilayotgan shaxslardan Lantos fondining raisi Katrina Lantos xonimga va ayni vaqtda Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari bo'lgan Zhao Ziyanning kotibi bo'lib ishlagan hamda keyincha 7 yillik qamoqqa hukm qilingan Bao Tong apandiga berildi.
Shu qatorda Puhralar kuchi tashkilotining raisi Yang Jianli so'z elib, navbatda Xitoy Kompartiyasining butun saf bo'yicha fashizmga qarab minayotganligini, buning bir tipik misoli sifatida butun Uyg'urlarning 10%ni hech sababsizlar yig'ilish lageriga qamalganligini bayon qildi. Yaqinda lagerning qutulib chiqqan Mehrigul Tursunning lagerdagi kechirmishlarini, shundaqla uning kechirmishlaridan Uyg'urlarning hozir qanday ahvolda ekanligini tasavvur qilish mumkinligini yig'in ahliga yana bir qatim eslatib o'tdi. Shuningdek, uning Xitoydagi zulmini pash qilish jihatda botirlik ko'rsatganligini, uning bu jihatdagi g'ayratiga opirin o'qish yuzidan 2018-yillik mukofotning yana birining Mehrigulga berilganligini e'lon qildi. Germaniya taratqullarining xabar qilishicha, Germaniya ko'chmanlar va musofirlar idorasi bir qancha kun avval buyruq tushirib, Germaniyada panohlanayotgan hech qanday bir Uyg'urni siyosiy panohlik iltimosi rad qilingan bo'lsa-mu, Xitoyga qaytarilmaslikni qaror qilgan. Ko'chmanlar idorasi Germaniya Ultra qonunining 60-moddasini ishga solib, yuqorqi qarorni chiqargan. Yuqorqi qonunning 60-moddasida siyosiy panohlik iltijochilarni ularning hayoti, kishilik bexatarlik va erkinlik xavfiga uchraydigan davlatlarga qaytarish cheklangan. Germaniya ko'chmanlar idorasi burun har bir Uyg'urning siyosiy panohlik iltimosini shaxsiy delo sifatida bir taraf qilgan. Biroq bu navbat ko'chmanlar idorasi tunji qitim har bir Uyg'urning panohlik iltimosini Uyg'ur xalqining navbatdagi umumiy vaziyatiga bog'lab tushuntirib o'tgan. 10 dekabr Xalqaro kishilik huquq kuni. Shundaqla Xalqaro kishilik huquq xitobnomasi e'lon qilinganligining 70 yillik xotira kuni. Amerika hukumati va har qaysi kishilik huquq organlari e'lon qilgan ma'lumotlarda Sharqiy Turkistonda 2 milliondan oshiq kishining yepiq tarbiya lagerlariga qamalib, diniy e'tiqodi va insoniy huquqlardan voz kechishga majbur bo'layotganligi tilga ilinayotgan shundaq bir paytda yetib kelgan kishilik huquq xotira kunida Uyg'urlarga yurgizilayotgan zulmni oyoqlashtirish uchun yer shariy xarakterlik harakat qo'zg'atishning muhimligi ta'kidlandi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu kuni munosabati bilan Xitoydagi kishilik huquqqa aloqador faoliyat qilgan qolgan 20 tashkilot bilan o'rtaq bayonot e'lon qilish orqali Sharqiy Turkistonda bo'lgan saqchi davlat sistemasi va lager tuzumini oyoqlashtirish uchun xalqaro jamoatni Xitoyga o'rtaq holda qarshi turishga, kishilik huquq, demokratiya va fikr erkinligi qatorliq kishilik huquq qiymatlarini bayqilaydigan hukumatlarni o'rtaq harakat qilib, Xitoydagi barcha xalqlarning huquqini qo'llashga chaqirgan. Dunyodagi Xitoyga o'xshash o'z millatining kishilik huquqiga og'ir daxtarz qilayotgan bir qism davlatlarning kishilik huquq masalalari xalqarodagi qiziq nuqtalarning biri bo'lib kelmoqda. Shunga ergashib, necha oy burun Amerika Avom palatasi bilan Kengash palatasining 17 nafar a'zosi Tramp hukumatidan yer shariy Magnitskiy qonuni orqali kishilik huquq dafsanchiligida ko'zga ko'ringan hukumat va xodimlarga chora qo'llanishni talab qilgan edi. Izchil delib kelayotgan yer shariy Magnitskiy qonunining Amerika parlamentida tunishtiruvchisi Amerika Kengash palata a'zosi Ben Cardin bo'lib, mazkur qonunni o'tirg'a qo'ygan va qonunlashtirishga sabab bo'lgan birdan-bir kishidir. 13 dekabr kuni Amerika Washington shahridagi Strategiya va xalqaro tadqiqot markazida Qartmaloqqa ega kishilik huquq dafsanchilari va mudham hokimiyat temasida bir muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'inda ijilish marosimida Amerika Kengash palata a'zosi Ben Cardin butun dunyodagi zolim va diktator hukumatlarning insoniyatga qarshi yurgizayotgan jinoyatlari va shu jinoyatning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan hukumatlarni yer shariy Magnitskiy qonun bo'yicha jazolash haqida muhim so'z qilgan. Hurmatli tezkor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga biratlik xabarlarimizni anlatib o'tdik. Kelar qatimqi programmada ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.